Yashnaxon ismining ma'nosi. Ushbu Yashnaxon ismi asosan qiz bolalarga qo'yiladi va bu ism quyidagicha ma'noga ega. Yashna, yashnamoq, gullab yashnamoq, ravnaq topgan ma'nosida. Xon esa hurmat va ulug'lik bildiruvchi qo'shimcha, ayollarga nisbatan muloyim, e'zozli ma'nolarda ishlatiladi. Yashnaxonning umumiy ma'nosi yashnab yurgan, hayotda gullab yashnagan, barakali va hurmatli ayol bo'lsin degan ma'noni anglatadi.